Nandu olimlari loyihasining ilk qahramoni Tabiiy fanlar fakulteti Noorganik kimyo kafedrasi dotsenti, texnika fanlari doktori Olimjon Abdullayev. Olimjon Abdullayev Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining kimyo fakultetini imtiyozli tamomlagan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi polimerlar kimyosi va fizikasi institutida ishlagan. Namangan davlat universitetida 40 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Ustoz ayni paytda 4 ta monografiya, 5 ta patent va 100 dan ziyod maqolalar hamda 8 ta ishlab chiqarish reglamentlari muallifi hisoblanadi. Namangan davlat universiteti professor olimlari orasida Tabiiy fanlar fakulteti Noorganik kimyo kafedrasi dotsenti, texnika fanlari doktori Olimjon Abdullayevning alohida o'rni bor. Uning shu paytgacha erishgan ilmiy yutuqlari salmog'i juda katta. Ustoz Tabiiy fanlar fakulteti Noorganik kimyo kafedrasi jamoasi va shogirdlari bilan birgalikda so'nggi yillarda respublikamizdagi ishlab chiqarish korxonalarida mavjud bo'lgan muammolarni hal etishga jiddiy kirishgan. Oziq-ovqat, kimyo, neft-gaz, avtosanoat, farmatsevtika va boshqa mahalliy sanoat tarmoqlaridagi korxonalar fikrimiz dalili bo'la oladi. Aniqroq aytganda, Qo'qon spirt zavodi, Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati, Uzdongju qo'shma korxonalarining chiqindilarini qayta ishlash, atrof muhitga zararini kamaytirish va bu chiqindilardan foydali mahsulotlar olish bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar o'zining kutilgan natijasini bermoqda. Qo'qon spirt zavodidan hosil bo'ladigan suyuq chiqindilardan erituvchi ishlab chiqarish, Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati zavodining suvni tozalash tarmog'ida hosil bo'ladigan qattiq chiqindilardan kompozitsion material va qurilishda ishlatiladigan bezak suvoq materiallarini ishlab chiqarish, Uzdongju qo'shma korxonasida hosil bo'ladigan bo'yoq chiqindilardan esa eritish xususiyati yaxshi bo'lgan avtobo'yoqlar uchun erituvchi ishlab chiqarish texnologiyalarining ixtiro qilingani sanoat rivojiga katta hissa qo'shmoqda. Shu kungacha mazkur sanoat korxonalari chiqindilardan yuzlab tonna xalq xo'jaligi uchun xavfsiz va zarur mahsulotlar olindi. Bugungi kunda bu chiqindilarni qayta ishlaydigan respublikamizda bir nechta kichik ishlab chiqarish korxonalari ishlab turibdi va ular xalq xo'jaligida muhim bo'lgan bunday mahsulotlarni bevosita ishlab chiqarmoqda. Bugungi kunda bu mahsulotlarga bizning respublikamizda ichki bozorda talab yuqori. Kelajakda o'ylaymanki, bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni chet ellarga ham sotish rejalari tuzilmoqda. Chunki bu mahsulotlar bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan lak bo'yoq sanoati korxonalarida ishlab chiqarayotgan juda ko'p markadagi bo'yoqlarni eritish qobiliyati yaxshi bo'lganligi uchun nafaqat avtomobil sanoatida, boshqa xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida ishlatish imkoniyatlari bor. Shuning uchun bu yo'nalishdagi ishlarni yana davom ettirish rejalarimiz mavjud. Darvoqe, ustoz Olimjon Abdullayev 2014-2019 yillarda Xitoy Fanlar akademiyasi taklifiga asosan Xinjiang fizika ximiya texnika institutida ilmiy faoliyatini davom ettirdi. O'zbek olimi Xitoy davlatida mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan muammolarni hal etishga qaratilgan 5 ta davlat grantining muvaffaqiyatli bajarilishiga rahbarlik qildi. Natijada 2018-yilda Xitoy Xalq Respublikasining Tianqiang mukofoti oltin medali bilan mukofotlandi. Shuningdek, qahramonimiz yurtimizda ham 11 ta davlat grantining muvaffaqiyatli amalga oshirishda faol ishtirok etdi. Bu loyihalarning 8 tasiga rahbarlik qildi. Ustozning bugun juda ko'p shogirdlari bor. Ulardan biri 2023-2024 yillarda startap loyihasi sovrindori bo'ldi. Bu loyihaga asosan Kosonsoydagi Axkent sof sanoat korxonasida ishlatiladigan va chetdan valyuta hisobiga sotib olinadigan komponentni mahalliylashtirish masalasi hal etildi. Bugungi kunga qadar yaratilgan texnologiya bo'yicha 1000 tonnadan ziyodroq mahsulot tayyorlandi. 2023-2024 yillarda esa Olimjon Abdullayev rahbarligida yana bir yirik loyiha amalga oshirildi. Bu loyiha Xitoy Xalq Respublikasi Fanlar akademiyasi qoshidagi Pekin fizika kimyo texnika instituti bilan hamkorlikda bajarilib, Xitoy va O'zbekistonda o'sadigan dorivor o'simliklarni xomashyo sifatida tayyorlashning optimal uskuna va texnologiyalarni yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borildi va kutilgan samaraga erishildi. Ayni qilib aytadigan bo'lsak, Xitoy hamda O'zbekiston territoriyasida o'sadigan qator tarkibida biologik faol moddalar bo'lgan o'simliklardan
xomashyo tayyorlanib, bu o'simliklarni tarkibidan ekstraksiya yo'li bilan turli farmatsevtik preparatlar olish uchun shu komponentlarni xomashyo sifatida tayyorlangan. Lekin bugungi kunga qadar xomashyo tayyorlash bo'yicha aniq bir texnologiya hech qayerda bo'lmagan. Bu loyihaga asosan xitoylik hamkorlar bilan birgalikda xomashyoni qanday sharoitda tayyorlash kerak, uni tarkibidagi o'sha biz uchun kerakli farmatsevtikaning asosiy xomashyosi bo'lgan mahsulotlarni olishda ularga qanaqa talablar bor, ularni tarkibidagi miqdor quritish sharoitiga qanaqa bog'liqligi to'g'risidagi tadqiqotlarni olib borildi va xitoylik hamkorlar bilan birgalikda haqiqatdan ham xomashyo tarkibidagi o'sha bizga kerak bo'ladigan biologik faol moddalarni miqdori bevosita quritish sharoitiga bog'liq ekanligi ko'rsatildi. 2 yillik loyiha doirasida xitoylik hamkorliklar alohida texnologiya, biz alohida texnologiya bo'yicha ishlarni olib bordik va ular Namanganga safar qilganda hamda biz olimlar Pekinga borganda bu natijalarni hamkorlikda muhokama qilindi va umumiy xulosa shaklida shuni aytish mumkinki, haqiqatan ham biz o'rgangan o'simliklar tarkibidagi biologik faol moddalarni quritish sharoiti eng muhim parametrlardan biri ekanligi ko'rsatildi. Chunki ular biz o'rgangan o'simliklar tarkibida olinadigan antioksidant moddalarni narxi juda ham qimmat bo'lganligi uchun ham quritish texnologiyasini yo'lga qo'yib, maksimal ravishda o'simlik tarkibidan kerakli farmatsevtik preparatni olish bugungi kunda o'ta muhim masala hisoblanadi. Texnika fanlari doktori Olimjon Abdullayev bugun ham qizg'in izlanishda, qator ilmiy tadqiqotlar ustida ish olib bormoqda. Bugungi kunda shogirdlari bilan birgalikda neftni qayta ishlash, saqlash korxonalarida paydo bo'ladigan nefeshlarni qayta ishlash, ulardan foydali mahsulotlar olish ustida, shuningdek, mahalliy kvarts asosida qurilish sanoati uchun atmosfera yog'inlariga dosh beradigan bezak suvoq materiallari ishlab chiqarish kabi muammolar ustida ishlamoqda. Bu yo'nalishlar bo'yicha o'tgan 2024-yilda bitta patent olishga erishildi. Bu bilan Olimjon Abdullayev olgan patentlar soni 5 taga yetdi. Ularning biri xalqaro patent hisoblanadi. Ba'zi bir olgan ilmiy tadqiqotlarimiz natijasini o'zimiz universitetda ishlab chiqarish tashkil qilib, haqiqatan ham o'sha olingan natijalar asosida mahsulot chiqarish mumkinligini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu taklifimizni universitet rahbariyati qo'llab-quvvatlab, bugungi kunda bizga bino, barcha kommunikatsion tarmoqlarni, shu bilan birga ishni boshlash uchun kerakli mablag'ni ajratib berishga rozilik berdi va qo'llab-quvvatlaydi. O'ylaymanki, yaqin kunlarda ana shu olingan natijalar asosida qurilishga taalluqli bo'lgan bir nechta mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Bu ayniqsa bevosita yuqorida aytilgan ba'zi bir sanoat korxonalarini chiqindilarini utilizatsiya qilishi go'yoki davomi sifatida qarash mumkin. Chunki bu mahsulotlar ekologik jihatdan toza hamda bugungi kunda qurilish intensiv ketayotgan respublikamiz uchun binolarni fasad qismini bezash uchun ishlatiladigan hozirgi kunga qadar juda ham keng miqyosda ishlatilayotgan suyuq travertinga nisbatan afzalliklarga ega bo'lgan kompozitsion materiallarni ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Olimjon Abdullayev ilmiy izlanishda, uning aytishicha, olingan natijalarni ishlab chiqarishga tatbiq etish jarayonlarini yanada kengaytirish, respublika hamda xalqaro grantlarni amalga oshirish asosiy maqsaddir. Ustozning navbatdagi texnik ixtirolari ham mamlakatimizda qator sohalar va ilm-fan rivojiga katta hissa qo'shishi shubhasiz.